Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli kanalimiz obunachilari. Xudo xolasa yana bir partiya eshiklarimiz bitdi. Xudo xolasa chiroylatib o'zib o'tamiz. Bu eshiklarimiz 08lik 3D variantda ishlangan. Xudo xolasa chiroylatib chiqardik yana 3D variant. 4 qullab 16lik kesaki. Yana kraskalar urilishlari ko'rib turganingizdek chiroylatib chiqarganmiz. Razmerlari 1.10'a 2.10'luk eshiklar bular. Bularni qo'yma variantini ko'rib turganingizdek. 8lik kirchilmaydigan varianti. Qoqlar ham yiqilgan yana. Chiroylatib. Bularning bahosi xudo xolasa 2.300 ming so'm bo'ldi. Dastlabki ustanovkalar Xorazm bo'ylab, korona nanoshiklari, zamoqlari hamma narsasi ichida bo'ladi obunachilar. Kimdaki mana shunday ishlar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Seximiz Xivada, ina shu yerda ish jarayon bo'lib turibdi yana. Chiroylatib ishlab turibmiz yana bunda yakka varianti. Bu yakka variantini xudo xolasa qullablarni yirib kesaki netish jarayoni bo'lib turibdi. Kraskalarini turetishki original 3 million 18lik variantini. Qalin material. Xudo xolasa yana kesakilar ham qalin yana. 4 qullab kumush variant ham bor. Kumush variant. Bandarover aparatimiz, hamma narsamiz o'zlarimizda ishlab chiqarish, o'zlarimizda chiroylatib ishlab chiqaramiz. Kimdaki mana shunday ishlar kerak bo'lsa murojaat qilaverasizlar. Xorazm bo'ylab dastlabki ustanovkalar ichida qalin material. Yinasasam qishlaydigan tovar. Paxlar ham yiqilgan aziz obunachilar. Hamma shuni paxlari. Murojaat qilaverasizlar obunachilar. Chiroylatib ishlab beramiz garantiyalab.